Assalomu alaykum do'stlar. Bugun mavzumiz juda muhim. Biz doim rus tilini o'rganish qiyin deymiz, lekin men sizga ochig'ini aytaman. Bu til haqida emas, bu matematika haqida. Keling hisoblab ko'ramiz. Agar haftasiga 1 soat o'qisangiz, bir yilda 52 soat bo'ladi. Bu boriga 2 kun degani. Bu yetarli emas. Endi tasavvur qiling, har kuni 1 soatdan o'qiysiz, bu bir yilda 364 soat bo'ladi. Farqni ko'ryapsizmi? Amerikanlar buni ko'p yillar o'rganishdi. Asonchilar uchun 600 soat kerak. Keyinchilar uchun 2000 soat kerak. Rus tili biz uchun o'rtada turadi. Agar haftada 1 marta o'qisangiz, 20 yil kerak bo'ladi. Lekin siz rus tilini 1 yilda o'rganishingiz mumkin. Buning uchun ayrık bo'lish kerak. Ertalab 1 soat kitob o'qish shart emas. Vaqtni bo'lib oling. Ertalab 30 daqiqa o'qing, tushlikda 5 daqiqa. Yo'lda esa 20 daqiqa. Ruscha filmni shunchaki ko'rish foydasiz. Yaxshisi 15 daqiqa ko'ring, videoni to'xtab turing, qahramonlar gapini qaytaring. Yangi so'zlarni yozib oling. Bu shunchaki film ko'rishdan yaxshiroq. Nega so'zlar izdan chiqadi? Chunki so'zlar o'rtasida bog'liqlik yo'q. Bog'liqlik bu gapdagi boshqa so'zlar. Biz mahallada qo'shnilarimizni taniymiz. So'zlar ham shunday. Agar faqat so'zning o'zini yodlasangiz, u izdan chiqadi. Agar so'zni qo'shni so'zlar bilan yodlasangiz, u izda qoladi. Shuning uchun men talabalarga gaplarni o'rgataman. So'zlarni emas, gaplarni o'qing deyman. Shunda ular 20 yil emas, 1 yilda o'rganishadi. 2 yildan keyin esa hatto siz gapirishadi. Lekin buning uchun mashq kerak. Yana agar shahringizda yoki qishlog'ingizda ruslar bo'lsa, bu juda yaxshi. Ular bilan gaplashing. Ayniqsa nafaqatdagi kishilar gaplashishni yaxshi ko'radilar. Ulardan qiziqarli narsalarni so'rang. Masalan, nafaqa bilan qanday yashashni so'rang. Ular sizga juda ko'p narsani aytib berishadi. Hammasini o'rganib olasiz. Agar gaplashishga odam bo'lmasa, tabalarimdek keling. Matnlarni men bilan birga ovoz chiqarib o'qing. Matn osonmi yoki qiyinmi farqi yo'q. Agar bir matni 5-10 marta o'qisangiz, hamma so'zlar tanish bo'lib qoladi. Men sizga ishonaman. Rus tilini 1 yilda o'rgansa bo'ladi. Ishni keyinga surmaymiz. Tayyormisiz? Onda boshladik. Меня зовут Кахрамон. Раньше я жил в маленьком кишлаке в Бадахшане, но сейчас я живу в большом городе. Сначала мне было очень трудно. Город – это не кишлак. Здесь везде машины, высокие дома и очень много людей. Все куда-то спешат. Я приехал сюда, чтобы учиться в медицинском институте. Моя мечта – стать врачом. В первый день я пошел в магазин, чтобы купить хлеб и продукты. Я очень волновался. Я знал русские слова, но боялся говорить. Я сказал продавцу: «Здравствуйте, дайте, пожалуйста, хлеб». Продавец улыбнулась
и ответила: «Конечно, вот свежий хлеб. Что-нибудь еще?» В этот момент я понял, что люди вокруг добрые. Главное не бояться. В университете я познакомился с интересными ребятами. Мой лучший друг Максим. Он хорошо знает химию и помогает мне с домашним заданием. А я помогаю ему заниматься на турнике. Вечером мы качаемся в зале или играем в футбол. Один раз мы решили пойти в музей истории. Там было очень красиво. Экскурсовод говорил медленно, и я понимал почти каждое слово. Это была моя маленькая победа. После музея мы пошли ко мне в общежитие. Сейчас я чувствую себя уверенно. Каждый вечер я читаю одну страницу книги на русском языке и слушаю радио. Мой совет всем студентам: делайте маленькие шаги каждый день. Сначала будет трудно, но потом будет легко и интересно. Главное – верить в себя. Теперь этот большой город стал моим домом. Bugungi darsimiz tugadi. Rus tilida kommentariylarda yozib qoldiring. Bu siz uchun yaxshi praktika bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi darsda ko'rishguncha salomat bo'ling.